Assalomu alaykum. Men bu YouTube kanalımda ingliz tilini öğrenishga munosabatlik bir qator mazmunlarni sizlarning o'z o'rinlaringizga sunib keldim. Buningdan keyin texmo mo'l va universal bo'lgan filmlarni, darslarni chiqarish istagida, arzusida bo'lib turibdiman. Hamda shunday qilish uchun sizning ehtiyojingiz, sizning talablaringiz va takliflaringiz qanday deganni bilishga to'g'ri keldi. Hamda agar xohlasangiz, shu filmni ko'rgandan keyin o'zingizning shu Qasimjon muallimning shu YouTube kanalida mundaq mazmundagi darslar yoki mundaq mazmundagi filmlar bo'lgan bo'lsa, texmo yaxshi bo'ladi. Bizning mening yoki bizning ehtiyojimiz shuningga haqiqatan ehtiyojimiz batdi deydigan o'y fikrlaringizni shu filmning ostiga yezib qoldirsangiz, men shuningga asosan tirishchilik ko'rsatib bu YouTube kanaliga texmo mo'l universal mazmunlarni chiqarishga tirishsam degan o'yda bu filmni chiqaribman. Shuning uchun agar qandaq ehtiyojingiz bo'lsa, qandaq film, qandaq darslarga sizningki talabingiz, taklifingiz bo'lsa, shu filmning ostiga fikringizni yezib qoldirsangiz. Rahmat. Kelar qitimliq darsda yoki kelar qitimliq mazmunda ko'rishaylik. Xayr xo'sh.